Sohibjon Boboyev. Birinchi variant 18-masala. Quyidagi berilgan ma'lumotlardan foydalanib hajmi 11,2 litr normal sharoitda keladiganlarni aniqlang debdi. Xo'sh, demak, birinchisida aytyapti 0,5 mol azot, ya'ni azot atomi saqlagan ammiak. Demak, bir molida azotni bitta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu 22,4 litr degani. 22,4 litr 0,5 moli 11,2 litr keladi. Demak, buni olsak bo'ladi. Birni oldik. Ikkinchisi 3,06 10 darajasi 23 ta neon atomi deyapti. Demak, bitta molekulada 1 mol molekulada 6,02 10 darajasi 23 ta bo'ladigan bo'lsa, albatta 3,01 ko'paytirilgan 10 ustiga 23 bu 0,5 mol degani. 0,15 11,2 litr degani. Demak, 2 ni ham olsak bo'ladi. Hop, uchinchisi 0,5 mol hop SO3. Demak 0,3 mol SO3 demak bu suyuq modda, ya'ni gaz modda emas. Bizga gaz moddalariga xos 0,5 mol SO3. Buni shuning uchun ola olmaymiz. Kislotali oksid bu, gaz emas. Xo'sh, 1 2 hop 4 ni demak 15,05 ko'paytirilgan 10 usti 23 ta uglerod atomi saqlagan pentan deyapti. 4 ta S5 H hop 10 12 bo'ladi. Bir molida demak 5 ta bo'ladigan bo'lsa 15,05 ni bo'lishim kerak 6,02 ga. 15,05 ni 6,02 ga bo'ladigan bo'lsam bu 2,5 degani. 2,5 ta. Demak 2,5 bo'ladigan bo'lsa mana bu 0,5 mol degani bu ham. Ya'ni bu 22,4 litr hop keladi pentan. Pentan gaz modda. Pentan gaz modda deyishimiz, pentan to'g'ri alkanlarga kiradi, ya'ni gazlarga kiradi. Ma'lumotlarga ko'ra 4 dan keyin, ya'ni butandan keyin qolganlari suyuq bo'lib ketadi. Shuning evaziga mana bu 4 ni to'liq ola olmaymiz, ya'ni 0,5 mol bo'lsa ham. Hop, keyingisi 1 gram vodorod. Hop, 1 gram vodorod degani bu 0,5 mol degani. 22,4 litr keladi. Buni olsak bo'ladi. 1 2 5 degan javob to'g'ri. Aytib o'tganimdek 4 berilmagan o'z javoblarda ham. Lekin suyuq hisoblanadi asosan. Shuning hisobiga 1 2 5 to'g'ri javob.